Siz ish haqingiz bunga ham arzimadi-yu, lekin mayli. Voy, biz boshqacha gaplashgan edik-ku. Kelin obrazi-ku, bu unaqa emas. Voy. Voy, keling. Kelin obraziga deysiz? Men Voy, bu brend sumkada. Aha. Hamtirada tursin. ha tepada tursin, keling. Voy. Qanaqa kelin obrazi xohlayapsiz? Menga yevropeyskiy obraz kerak. Ha? O'zi Instagramdagi hamma ishlaringiz o'zikimi? Voy, ha, o'zimniki. Voy, nima deysiz? Polniy o'zimniki. Shu o'xshamayapti. Menga qarang. Hamma qoshimni qalin qiladi. Siz qalin qilmang. Hop, qalin qiling. Bo'ldi. Voy, ko'rinishidan juda hech nima qila olmaydigan dovdir stilistga o'xshayapti. Strelka ham chizasizmi ishqilib? Ha, strelka chizib beraman, ko'zingizga rosa yarashadi. Chiza olasizmi ishqilib? Voy, ha, chizib beraman. Qani kiprigingizni ko'ring-chi. Mana. Bundoq bo'lib qolmasin, xo'p? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Voy, to'g'ri, nimaga? Men modellan qilsam hayajonlanmayman-da. Klient kelsa, sirrasi hayajonlanadi. Odam bu qizdan ham qo'rqib ketolmay, ishqil makiyajim yo'qsin deb. Zo'r. Yaxshimi? Ha. Nu, ko'rinishingizdan Yo'q, men yaxshi qilaman ko'rinishim. Oddiy. menga nima qilsangiz birinchi bo'lib quloqimni yopib bering bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Xo'p, men qulog'ingizni yopamiz bo'ldi, xo'p. Prichoskangiz bo'ldi, hozir fotosi olay. To'xtang. Ha? Mani prichoskam o'zi yaxshi, foto taqmayman, shunday ketaman. Zo'r chiqdi prichoskasi haqiqatdan. Sizga gapirayotganim yo'q, o'zimga o'zim gapiryapman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Yo'qdim o'zingizga, rosa chiroyli bo'ldingiz lekin. Biz chiroyli kelin bo'ldingiz. Yo'qdi-yu. Va bu malakangizni oshirib olishingiz kerak-da. Lekin rosa yaxshi chiqdi-da. Mana siz ish haqingiz bunga ham arzimadi-yu, lekin mayli. Voy, biz boshqacha gaplashgan edik-ku. Voy, Kelin bu ham obrazi-ku, bu unaqa emas. Malakangizni oshiring, keyin siz bilan gaplashamiz. Voy. Qizlar, ayrim stilistlarimizga ham imkon berish kerak. Yangi chiqayotgan deb yer ko'rish kerak emas.